Temir preparatlarini berishda onalar yo'l qo'yadigan top 3 ta xato. Birinchisi, preparatni noto'g'ri suyuqlik bilan berish. Misol uchun, sut mahsulotlari, sut, choy, kofe kabi suyuqliklar bilan berish temir preparatlarni so'rilishini kamaytiradi. Shu sababli siz sok bilan bersangiz, vitamin C bo'lganligi sababli so'rilishni 30-50% ga yaxshilaydi. Ikkinchisi, preparatni berish vaqtidagi xatolik. Agarda siz bu preparatlarni ovqat vaqtida yoki ovqatdan keyin tezda bersangiz, preparat so'rilishi kamayadi. Shu sababli siz preparatni ovqatdan 1 soat oldin yoki ovqatdan 2 soatdan keyin berishingiz zarur. Uchinchisi, qisqa muddatda preparat berishni to'xtatish. Agar siz misol uchun 1 oy davomida bersangiz, qonda gemoglobin miqdori ko'tarilgan bo'lishi mumkin, lekin zaxira temir, ferritin ko'tarilmagan bo'lishi mumkin. Shu sababli preparatlarni berishda va dozalashda vrach-pediatr bilan maslahatlashing.